5 dekabrda ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz mana xudo xolasa Real Tiago degan gilosimizni zakaz qilib qo'ygan edi bitta obunachimiz. Xudo xolasa yillar tayyor bo'lgan ekan. Mana ko'chirib beryapmiz. Bugunda do'stlar lapakkimiz ham kamalib ketdi. Qaranglar. Ko'challar baquvvatligidan lapakki ham kamalib ketdi, egilib. Hozirgi chiqayotgan lapakkilar ham ja nozik bo'lib chiqyapti. Lapakkim bor edi, 10 yil bo'ldi ishlatganimga topolmayapman. Uzr deydi. Ko'challarni ko'chiraverib baquvvat bo'lgandan lapaklarimiz ham egilib ketdi do'stlar. Xudo xolasa akamiz dastaklarini qilib beryapmiz. Bizni kuzatib olishlar biladi. Xudo xolasa 2-noyabrda boshlaganmiz sezonimizni. Shoshilib olinglar, kuzgi sezon oz qoldi. Ekish kuzgi qo'ylar. Hozir yaxshi ob-havo bo'lyapti vodiyda. Qolgan viloyatlarda bilmadik-ku, bizni Farg'ona viloyatida yaxshi xudo xolasa quyoshlar chiqib turibdi. Do'stlar, tomondan ko'rib turibsizlar, juda zo'r holatda. Real Tiago o'zini o'zi chaynatadi, erta pishadi. Bitta kamchiligi bor ekan. Men o'zim bog'imga ekkan edim. O'sha sarg'aygan paytda qizarayotganda jicha sekinlashayotgan gilos eng ertaki pishgan giloslardan biri o'zi shu Real Tiago hisoblanadi. Minus tomoni shu xolos. O'ta sert hosil, bunga kamroq shaq qo'yasizlar, o'shanda kalibr yili zo'r gilos olishlari mumkin. Bizning kanalda xudo xolasa juda ko'p yangi navdagi ko'challarni sotib olishlari mumkin. Sog' bo'lasizlar, salom tilasizlar. Kuzatishda davom etamiz. Ko'challarimizni xudo xolasa yetkazib beryapmiz. Omon bo'lasizlar.